Samarqandda ishlab chiqarilgan o'zbekona bo'lgan mahsulotlarni dunyodagi barcha xaridorlarga taqdim qilish ekan maqsadlari. Bu buyuk bir vatanparvarlik. Nimada ko'rinadi vatanparvarlik? Faqat vatan deb ko'krakka urishda emas. Siz, men bolamga o'zbekona liboslarni kiydirsak, men milliy kiyimni olsam, siz milliy kiyimni olsangiz, siz mana bunday o'zimizni duradgorlar yasagan karavotda o'tirsangiz, o'zbekona xontaxtalar o'rindiqlarni xarid qilsak va O'zbekistonda o'zimizni hunarmandlarimizni to'qigan matolarini, tikkan kiyimlarini biz kiysak nima bo'ladi? Birinchidan pulimiz chetga ketmaydi, o'zbekka ketadi, vatandoshimizga ketadi, millatdoshimizga, yurtdoshimizga ketadi. Uni ham tadbirkorligi rivojlanishiga biz hissa qo'shgan bo'lamiz va o'zimizni milliyligimizni ham namoyish qilgan bo'lamiz. Bu buyuk bir vatanparvarlik.